15 yillik ijaradan keyin Alloh mana shunday chiroyli xonadonni nasib etgan ekan. Uy qurish, uni ta'mirlash boshqa mavzu, lekin uni mebellar bilan to'ldirish umuman boshqa mavzu ekan. 840 kvadrat metrli mana bu saroyimizni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo taniydigan odamniki edi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra sotuvga qo'yishibdi. Ichidagi hamma narsasi, hamma mehnatlari qoldirilar ekan. Hurmatli mijozlar, ajoyib bir xonadon, haqiqiy saroy. Neoklassik uslubidan ta'mirdan chiqarilgan qimmat mebellar o'rnatilgan. Mana shunday chiroyli yotoqxonalar, kattagina hollari va mana shunday mehmonxonalariga ega ekan. Dizaynlariga 1 dan 5 gacha baho berib qo'yinglar. Alloh bizga ham mana shunaqangi hamma sharoitlariga ega bo'lgan hovlilarni nasibi ro'z aylasin. Mansarda qismlarini ko'rsanglar, umuman hayron qolasan. Mana shunday katta dam olish zonalarida sauna, basseynlari, jakuzilargacha qilingan. Hovlida ham basseynlariga ega ekan. O'rtoqlar, yaxshi niyatda bitta like bosib qo'yinglar. Turi 3 sotuvda 6 xona qilib qurilgan mana bu xonadonimiz Mirzo Ulug'bek tumani Salkovskiyda joylashgan ekan. Shunaqangi did bilan ta'mirlab qo'yilgan, kirib mazza qilib yashab bersangiz bo'lar ekan. Ikkinchi qavatda mana shunaqangi koridor qismlarimiz va o'zini balkon qismlariga ham ega, fasadlari ham umuman boshqa mavzu ekan. Ajoyib bir mehmonxonalarimiz, bu yoqdan ham balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Yumshoq mebellar bilan jihozlab qo'yilgan. Mana bu yoq tomonda bo'lsa, ota-onalar yotoqxonasi romantik xona bo'lib yotibdi. Umumiy sanuzellarga ega, ichidagi har bir detali qimmat narsalar ishlatilgan ekan. Mana bu yoq tomonda yotoqxonalarimiz mavjud bo'lib, o'z ichida sanuzellariga ega ekan. Bekam ko'z xonadon, umuman kamchilik topa olmaysiz. Bu yoqda ham bitta yotoqxonalarimiz qilingan, qimmat mebellarimiz o'rnatib qo'yilgan ekan. Eng mazza qiladigan joyi, jajjigina farzandlarimiz mazza qilib o'ynash uchun mansardalarda mana shunaqangi o'yingohlar qilib qo'yilgan ekan. Bu ko'rayotgan 900 minglik xonadoningizga bir ko'rishda yetishish qiyindek tuyuladi. Lekin o'rtoqlar, Allohga hech narsa emas. Beraman desa dovdiratib, uyaltirib qo'yadi. Orzularimizga erishish uchun tinimsiz sabablarni qilamiz va Allohdan tinimsiz duosini ham so'rashimiz kerak. Alloh barchamizga mana shunday chiroyli, halovatli va eng xayrli uylarni nasib etsin.